aka, bugungi xursandchilik muborak bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Kelin-kuyovlarga baxt tilaymiz, baxtli bo'linglar. Xudo xolasa kelasi yillarga beshi to'ylarga, alla to'ylarga shunaqa qatorimizdan kam bo'lmagan holda yana bir bor yig'ilishligimizni Allohim o'zi nasib rozi aylasin. Ana endi sizlarni yana bitta mavzulardan keyin chiroyli qo'shiqlarimizni boshlaymiz. O'xshamayapti. To'xtinglar. Hozir battle qilamiz. Erkaklar bu tarafga yig'ilibdi, ayollar bu tarafga. Hozir qaysi taraf yutarkan bilmayman endi. Agar yutsanglar, ayollar yutsa Jaylon bilan boshlaymiz. Agar erkaklar yutsa Xorazmcha qo'shiqlar bilan boshlaymiz. Maylimi? Erkaklar deganda erkaklar baqir chaqir tashlaymiz, ayollar deganda ayollar. Maylimi? Qani erkaklar! Qani ayollar! Xorazmchadan boshlaymiz endi. Sog' bo'linglar. Boshqa Xorazmchadan bo'lsinmi yo estradadan bo'lsinmi, nimadan bo'lsin? Bilsanglar, mening bitta ammajonim degan ashulam bor. Amma bo'lganlar boringlarda. Ammalar qo'linglar ko'taringlar. Ammalarning joylari bo'ladi-ku, xushbo'zami. Takoy bo'ladi bilasizlar. Ammajonda hammasini qo'lingdan ko'taringlar, men bitta ko'rib qo'ysizlarni. Meni ham 3 ta ammam bor, baquvvat, joylari uchalasi ham. Jiyani uchun jonini beradigan ammalar bor. Qani o'zinglar? Ammajonlar eshitmayapti. Ammajonlar uchun ammajon qo'shig'im bilan boshlayman. Maylimi? Ammajonlarni davriga chiqaramiz. Qani sizlar uchun birgalikda? Ammajon